Xo'p, avvalambor ehsonlar qabul qilsin. Shu ehsondan nima niyat qilib ehson qilayotgan bo'lsalar, Alloh o'rnilarni to'ldirib qo'ysin. Asl niyatinglarga yarasha nasiblarni berib, Xudo xolasa. Xo'p, endi bu bizda o'zbekistonda shunaqa an'ana, bu yaxshi ham. Boshqa davlat, boshqa millatlarda balki bordir, balki yo'qdir. Kattalardan duo olish. Mana kecha ham har bitta onaga kirib alohida aytib chiqdim. Bilamiz qilib? Mana. Endi biz tavsiya qilamiz, biz taklif qilamiz, biz shu yo'l yo'riq ko'rsatamiz. Kim o'ziga shuni ep ko'rsa, ya'ni o'ziga shuni loyiq ko'rsa, lozim ko'rsa, uni amalga oshiraveramiz. To'g'rimi? Xo'p. Xudo xolasa ustozlar hammamiz bir jamoa bo'lib mehnat qildik, xizmat qildik. Biz oxirgi shu qisqa vaqt ichida imkon qadar natija qilish uchun o'zimiz bir nimalarni o'ylab topib sizlarga taklif qildik, tavsiya qildik va bu natijasida o'zaro kelishuv asosida bu yerda ish bo'ldi, natija bo'ldi. Menimcha e'tirozlar yo'q. Hammaning o'zini harakatiga yarasha natijalar endi shunaqa bo'ldi. Xo'p, sababi natijasini biz, ya'ni biz sababini qilamiz. Biz sababini qildik. Xudo xolasa imkonimizdan, darajasidan, qo'limizdan kelganicha kimdir ozroq, kimdir ko'proq ko'targanimizcha yukini oldik, mehnatini qildik, sababini qildik. Endi natija Alloh. Avvalambor peshonamizga yozgan bo'lsa, shu natijani bizga ravo ko'rgan bo'lsa bo'ladi. Endi aytadiku, bandasi ko'taradigan darajada quvonch beradi, ko'taradigan darajada g'am beradi. Hammasi Xudodan. Ertaga A+ chiqsa, vahima qolish yo'q, og'riq ketish yo'q. Bu birinchi natijalar, bundan hali hayot oldinda bundan katta marralar ham nasib qiladi. Bo'lmay qolsa degan joyga, o'xshamay qolgan joyga ham o'rta xafa bo'lib ketish yo'q. To'g'rimi? Ichimizda 2 yillar matematika o'qiganlar yo'q. Odatda shunaqa bo'ladi. 2 yil, 3 yil matematika o'qisa, imtihonga kirib rezultat natija bo'lmasa, unda shunaqa holat bo'ladi. Shuning uchun aytmoqchi bo'lyapman. Hayot davom etadi. Bu ertaga universitetdan nimadir natija bo'lishi, bu hayotingizni zo'rib tashlaydi yoki hayotingizga to'xtatib qo'yadi degan narsa yo'q. Shuning uchun hamma holatga o'zimizni tayyorlab, avvalo Xudo nasib qilsin. Yaxshi narsa biz mana qator yuzlab, 200lab, minglab sertifikatlarni onamiz haligi kraskalar qo'yamiz, shu kraskalarni ham sertifikat topshirib turishadi. Qayerda bo'shlar bo'lsa sertifikatni to'ldirib tashlash bizga nasib qilsin. Shu orasida sizlarning sertifikatlarga nasib qilsin. Xo'p. Bo'lmasa, Maqsadda bitta Qur'on o'qib bersin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. İlahim, Allah'ın tanrılarıyım, ushbu ozona o'qigan Qur'on tilovatidan o'zing dargohingda qabul qilgin, xato va kamchilik nuqsonlar bo'lsa o'zingga segin. Allohim tanrılarıyım, shu hosil bo'lgan savoblarni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ruh poklariga baxsh qildi. Allohim
bilib bilmay qilgan gunohi kabiralarimiz bo'lsa o'zing kechirgin. Allohim mana shu davrada, mana shu maskanda birgalikda qilgan barcha ishlarimizni o'zing ro'yobini bergin. Allohim Unaki ezgu maqsadlar qilayotgan ishlar bo'lsa barchasini Alloh o'zing ro'yobini berib, barchalarimizni, ota-onalarimizni, ustozlarimizni, do'st birodarlarimizni Alloh yuzimizga olib qo'ygan. Allohim bizni shu bergan mehnatlarimizni, bergan ilmlarimizni Alloh o'zing samarasini bergin. Bularni qilgan mehnatlarni, chekkan zahmatlarni, ertan erta, kechni kech, sovuqni sovuq, qishni qish, issiq issiq demasdan qilgan mehnatlarni, olgan ilmlarni Alloh o'zlariga hamroh qilgin. Ertangi bo'ladigan imtihonlarda barchalariga, barcha mana shu bizdan ilm olgan, ta'lim olgan, hatto bir dona harf o'rgatishga sababchi bo'lgan o'quvchilarimiz bo'lsa, barchalarini ilmlarini ziyoda qilgin. Ertangi imtihonlarda bilganlarni ko'ngliga solib, bilmagani sen Alloh o'zingga tavakkal qilib qilgan tavakkallarni o'zing to'g'rilarni yondashtirgan. Allohim barvardigor. Nimaga ziynat maqsadlar bo'lsa maqsadlarga yetishsin. Kelajakda yaxshi insonlar bo'lib, biz bergan ilmlarni yaxshiliklarga sarf qilishlikni, mana shu ilmlar orqali kelajakda yaxshi insonlar, elga, yurtga, xalqqa xizmat qiladigan yaxshi kadrlar, yaxshi insonlar bo'lishini Alloh o'zing nasib qilsin. Allohim mana shu muborak ro'za Ramazon oyida biz qilgan ibodatlarimizni, qilayotgan duolarimizni, qilayotgan mehnatlarimizni Alloh o'zing ko'rib